Do'stlar, shu nomerga telefon qilamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Avion olmoqchi bo'lsangiz, pachkada 5 tadan bo'ladi bularimiz. Pachkada 5 ta. Bunimiz qancha? Bu 70 ming. Pachkaga 70 ming qalin sinflarga. Bu ham 1-sinf 3-sinfgacha. 1-sinf 3-sinfgacha do'stlar. Har bittasi 5 tadan bo'ladi do'stlar. O'sha velikangacha razmerlar bor. Qanchadan bularimiz? 150 mingdan. 150 ming so'mdan pachkaga 140 ming so'm. Razmer qanaqa bular? 46 dan 54 gacha. 46 dan 54 gacha ekan razmerlar. Bular rasvetkasimi? Yo'q, bular koja, bular jinsovka. Jinsovka bu koja qancha? Kojalar 130 ming pachka, dona 140 ming so'm. 130 ming so'm pachka ekan do'stlar. 140 ming so'mga donaga. Bular boshqa ekan, ha? Qo'zichoq qancha? 110 ming so'm. 110 ming so'm Xitoy ekan do'stlar, eng qizig'i. Bunisi-chi? Bir xil 110 ming so'm. 110 ming so'mdan razmer qanaqa bular? 48 dan 52 gacha ular. 48 dan 52 gacha razmerlar. 46 dan 54 gacha bularimiz. Bu ham sizlarmi? Bu ko'ylaklarimiz qancha? Ko'ylaklarimiz 65 ming. 65 ming so'mdan ekan do'stlar. 48 dan 52 gacha. 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan qizig'i do'stlar. 60 ming so'm dedingiz. Tepa deylarmiz. Tepadagimiz rasvetkasi alon yonidagilar 55 ming so'm. 55 ming so'mdan aloni yoni deylar do'stlar. Toshligimiz anundan, ha? Tepada. Aloni o'zi qancha? Alo 55 ming. 55 ming so'mdan. Bu jimpirlarimiz qancha? 120 ming. 120 ming so'mdan pachkaga. 4 ta bo'ladi, nechta bo'ladi? Standart bo'ladi. Standart. Yo'q, pachkada. Nechta bo'ladi? Pachkada 4 ta bo'ladi. Pachkada 4 ta bo'lar ekan. Bu jimpirimizchi? 85 ming so'm. 85 ming so'mdan. Nomer qo'yamizmi aka? Mashinani aytib ketaylik. So'rashadi ba. Mashinamiz qancha? 150 ming so'mdan. Razmer qanaqa? 60 gacha, 52 dan 60 gacha. 52 dan 60 gacha razmerlar. Nomeringiz necha aka? 95lik. 95lik. 721. Ikkita 75 a. 75 do'stlar, shu nomerga aloqaga chiqamiz. Eng kami 4 ta olmoqchi bo'lsalar, pachkada 4 tadan bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Qanchadan aka? Akam? 120 ming prasinalari. Naborimi yo? Prasina nalichkalar 120 ming so'mdan do'stlar. Nabori qancha? Rasvetkalardan ko'raveringlarchi. Yana. Komplet 270 ming so'm ekan do'stlar. Mana xaridor yo'lda ekan, o'zi tushib ketyapti. Bu ko'ylakcha qancha? 55 ming so'm. Ash ilayotganingizdanmi yo? 85 ming. Mana menga qaratingchi, ashuni. Teskari bo'lyapti, ko'rinmayapti. Mota endi. Shuda o'ngasi. Yo'q, o'ngga ashimi? Men bundanmikin debman. Bu qancha? 55 ming so'mdan do'stlar. Mana rasvetkalarni ham ko'raverlarchi, bir-biridan chiroyli ekan. 3-sinfgacha deysizmi? 3 yoshdan 5-sinfgacha. 3 yoshdan 5-sinfgacha bor ekan. 4 xil, 5 xil rasvetkalari bor do'stlar. Bularimiz nabori 270 ming so'm dedingiz, hamma yo'q nabori ichida. Nomer qo'yamizmi aka? Bo'ldi. Ko'raverasizlar do'stlar. Qo'qon Stenka bozoridamiz. Bu bozor yakshanba, payshanba kunlari ertalabdan kechgacha savdo bo'lyapti do'stlar. Seshanba, yakshanba Shetamiz har kun, dushanba kundan tashqari Stenka ichi har kun ishlayveradi do'stlar. Qora aka, bularimiz qancha ekan? Pachka aka. Pachka, to'g'ri. Pachka 14 ming aka. Pachkaga 14 ming so'm, velikan razmeri. 10 ming so'm qilib beramiz, velikan razmer. Velikan razmer. Bularimiz qancha edi? Bular 10 mingdan. 10 ming so'mdan. 9 ming so'm qilib beramiz aka. Ko'p o'yin 9 ming so'mdan. Bunisi ashini ichidami? 48. Buni razmeri boshqa aka. Bu podraskovoy. Qancha bu? Buni razmeri boshqa. Mana shu 10 ming so'm. 10 ming so'm. Optim 108 ta olganga 9 ming so'm qilib beramiz. 100 tacha olganlarga 9 ming so'mdan do'stlar. Bunimiz qancha tigirimiz? Bu 12,5, bu ham bu bilan bir xil podraskovoy razmer. 12,5 ming so'm podraskovoy. Ko'proq optim olganga 11,5, 11 minggacha qilib beramiz aka. 11 ming, 10,5 ming so'mgacha qilib berishadi do'stlar. Velikani qancha edi tigirdi?
Tigerda velekani 15 berganmiz aka. Hozir chiqqan yo'q, chiqib qolsa, uni ham optimga kelishtirib beramiz. 15 ming so'm berilgani hozirda yo'q ekan do'stlar. Kelishtirib beramiz ko'p olganga deyapti. Qora akam nomerini qo'yaylik o'zingizni. Qora akanikini qo'yaveramiz. Ayting o'zi. 91lik 91lik 286 286 30 32. 30 32 do'stlar shu nomerga aloqa chiqaramiz. Arentadan ko'rsatib qo'ying. Bu mana 15 ming so'm. bog'dan kirishdi. Stenkada avtobus turadigan joy edi do'stlar. Kiraverishdi Stenka bozoriga. Boboshbek bozorida ham turishadi do'stlar. Naskilar yonida o'sha yerdan ham olsalaring bo'laveradi. Boshda. Bularimiz qanchadan aka? 110? 100 ming pachkaga. Qanaqa razmer u? Xitoymi? 5 6 to'ri bor ekan. 4 5 6 ekan do'stlar. Xitoy ekan. Narigilarchi angorkam jimpir. Qancha? Bunisi 90 ming. 90 ming so'm ekan do'stlar. Pachkaga. Pachkaga 90 ming so'm. Razmer qanaqa bo'lar? Bunisi 100 ming. Oldida 100 ming so'm ekan. Bu yonidagi, ikkinchida 100 ming. Ikkinchida men orqadan ketyapman. Ha, orqada o'ttada 100 ming. O'rtadagi Ha, bu yonidachi? u o'zi hozir 100 bo'lsa, u 130 ketdi. 130 ming so'mlarga xalatlarimiz qancha? Uzun xalatlar. 105 ming turmadi. Nachosli. Nachosi. 105 ming so'mdan ekan, uzun ekan, belikan razmer. Belikan 54, 56, 58, 60. 60 gacha ekan, quyonchaliklarimiz qancha? 95. 95 ming nachosli. Nachosi. Nachosizmi? Nachosi. Nachosli, qalin, keyin razmer qanaqa qiladi? Rasman 8dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha. U alolarimiz qancha? To'plam nima? Quyoni yo'g'i 85. Quyoni yo'g'i 85 ming so'mga, ashilari. Orqangizda anorli. Anorli qancha? 85 ming. 85 ming so'mdan ekan do'stlar, buni qilib ana yaqinlashda ko'rsatib beraman mana shu. Cho'tki chiqibdi. Qancha? 75 ming Shu bali 75 ming so'mdan ekan. Razmer qanaqa bo'ladi? razmer 3 ta razmer 4 5 6. 4 5 6 Xitoy, a? Xitoy. 75 ming so'mdan ekan. Mana ko'raverasizlar ichini. Yashin zo'r ekan. Mo'larchi? Ular 85 ming. 85 ming so'm kapshonkali. Kemanolar. Mana ichlari. Bu manolar. Ha, asha. Qancha bu? Bular 55 ming. 55 ming so'mdan ekan do'stlar. Razmer velikami bu? 4 5 6. 4 5 6 Xitoy ekan, a? Belikani ha 7 8 9 bo'ladi. 7 8 9. Ha, qalin ekan. Qalini 70 ta bo'ladi. 70 ming so'mdan. Erkaklarning kamziri qayerda bor? Mana shu yerda. Yo'q, bunaqa emas. Bu qancha? Haligi prostoymi? U ko'chaga chiqdi. Ko'chada magazin. Bu ham qancha? 65 dan 4 5 6. 4 5 6 65 ming so'mdan ekan. 7 8 9 bor u 75 ta. 75 dan 7 8 9 katta velikanlar do'stlar. Ana jimpirlarimiz qancha? Tushib ayting, telefon qilishadi, sotuvchilar ko'radi-da. 12 viloyatga dastlabkilarim bor, to'g'rimi? Aytdan chiqarib beraverasizlar. Qancha? Bu 125. 125 ming so'mdan. Razmer qanaqa bo'ladi? Razmer bu standart. Standart tushiradi. Bunisi olinadi, nurda. Ha, xolasi olib qo'ya, xolasi qo'yib. Ha, bahorda ham kiyaveradi, olib qo'y. Ha, tep qancha? Bunisi Yosh kattalarga do'stlar 135 ming so'm. Ha, Xitoy angorka toza ekan do'stlar. endi mana bu. Qanchash? O'zimizniki. Bu pachka olsa 70 ta. Pachkasi 70 ming so'm, angorka o'zimiz ishlari, O'zbekiston ishlari do'stlar. Ash kapshonkali qanchash? Keyin buni kapshonkaliga 125. 125 ming so'mdan pachkaga do'stlar. Kapshonkali qalin. Qalin ekan. Nachoslar nimalida angorkali. Angorka qalin ekan do'stlar. Nomer qo'yamizmi? Men nomerimda yozib Ayting. 91 91lik 202 202 07 07 91 07 91 do'stlar. Shu nomerga telefon qilaveramiz. Yosh katta do'stlar, keyin eslatib o'taylik. Ertalar 8 dan 5 gacha telefon qilinglar. Avion olmoqchi bo'lsalaring telefon qilaverasizlar. Ko'pi yarim tovar Xitoy ekan. Shuni e'tiborga. xato bo'lmadi. Ha. Abiyomga telefon qilinglar, lakasda kerak bo'lsa yo ma'lumot kerak bo'lsa bizga telefon qilinglar do'stlar.
gamzirlar. Qanchashimiz? Bular 45 dan pachka. 45 ming so'mdan padrasga o'ydiydi. Quadratga. 45 ming so'mdan ekan do'stlar. 150 gacha. 110 dan 150 gacha ekan. Mana rasvetkalari bor do'stlar. O'sha vaziyatga qarab telefon qilamiz. Yosh katta insonlar bezovta qilmaymiz. Ortiqcha olmoqchi bo'lsalar chiqarib berishadi do'stlar. Telegramimiz bor. Telegram gruppalari ham bor ekan, qo'shib qo'yishadi. Telefon qilsalaring, bemalol telefon qilaverasizlar. Ob'yomga olmoqchi bo'lsalar, birga ishlayverasizlar do'stlar. Velikanda gamziri mana buni bo'ladi. Qancha u? Shunda aytdim. Ha, hozirgami? Ha, 75 ming so'm velikani mana do'stlar. Xitoy. Mana ichigacha, mana do'stlar. Ushlab tursangiz. Mana, ashim zo'r. Olib bemalol sotsalaring bo'ladi do'stlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor do'stlar. Bu bozor dushanbadan tashqari Stenka ichi har kun ishlaydi. Asosiy yayma boshqalar chiqadigan kunlar yakshanba, payshanba kunlari ertalabdan kechgacha savdo bo'lyapti. Telegram silkamizni kommentariyaga qo'yganmiz. O'sha orqali bu yerda lakasasi ham joylaganmiz. Bemalol kelib savdo qilsalar bo'ladi. Yig'ib chiqarib ham beramiz do'stlar. Imkoniyatlar bor. 93lik 133 10 14 bizning nomerlar do'stlar. Bemalol telefon qilaverasizlar.